Shia bilan to'y qilishning hukmi. Savol. Assalomu alaykum ustoz. Musulmon bir erning Shia bir ayol bilan to'y qilishi durustmi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Shialarning toifalari turli bo'lib, ular Ali raziyallohu anhu iloh edi yoki payg'ambar Ali edi, Jibril elchilikni xato yetkazgan yoki Qur'on oyatlari kemaytilib yoshirilgan, 10 nechadan boshqa jami sahobalar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan keyin murtad bo'lib ketgan. Umum sahobalar fosiq yoki kofir deb e'tiqod qilsa, shundaqla Hazrati Abu Bakr raziyallohu anhuning sahobaligini inkor qilib, mu'minlarning onasi Oysha raziyallohu anhani Qur'on aqlagan bo'hton bilan qarlasa yoki shuningga o'xshagan Qur'ondagi aniq oyatlarga tansa, ular barliq ahli sunnat olimlarining ijmosi bilan kofirdir. Barliq ahli sunnat olimlarimiz yana bid'at e'tiqod ahlining ozg'unligida va xatolashganligida birdek qarashda bo'lib, buningga asosan biror sahobani tillash yoki o'chkirish kufr emas, ozg'unlikdir. Chunki Ali raziyallohu anhu o'zini tillaganlarni kofir demagan. Hazrati Ali, Hazrati Abu Bakr bilan Hazrati Umardan afzal desimi kafir bo'lmaydi. Demak, hukm ularning e'tiqodiga bog'liq. Umuman olimlardan ularni azg'un, fosiq deydiganlarmi, murtad deydiganlarmi, bag'iy deydiganlarmi bor. Buningga ergishib, Shialarning kaynida namoz o'qish, ularning namozini tushirish, ular bilan nikohlanish va bo'g'izlaganlarni yeyish qatorliq masalalarda olimlar ikki xil qarashda bo'lgan. Zaydiya mazhabi ahli sunnatga fikr jihatdan eng yaqin mazhab bo'lib, bu mazhabdagilar bilan nikohlanish joiz deyishga, diyorimizda Toshqo'rg'ondagi Ismoiliya toifasiga tava tojiklar, shundaqla Shamdagi Nusayriylar shialarning bakla azg'un botiniy toifalar bo'lg'achqa, ular bilan nikohlanish joiz emas deyishga bo'ladi. Hozirgi Iron va Iroqlardagi 12 imom mazhabidagi Rafiza shialarni azg'un musulmonlar deyish mumkin. Ularni kafir deydiganlarmi, o'z e'tiqodini tegidan bilib e'tiqod qildiganlarni kafir, tegidan bilmaydigan avomlarni azg'un deydiganlarmi bor. Nikohlanish masalasiga qaytsak, e'tiqod va asosli diniy masalalarda ahli sunnat bilan shialar o'rtasida ba'zi bir farqlar bo'lganidek, shialarning ahli sunnatga bo'lgan dushmanligi va o'chmanligi ig'ir. Imom Ibn Taymiya shianing e'tiqodi ahvoliga qarab, bu masalada ikki xilini ayirib, sap rafiziylar havoyi havas, bid'at va zalolat ahlidir. Musulmon kishining qizini rafiziyga nikohlab berishi loyiq emas. Musulmon kishi rafiziy ayolni olsa, u ayolning tavba qilishini umid qilsa, nikoh to'g'ri bo'ladi. Bo'lmasa, bolalarini azg'un tarbiyalab qolmaslik uchun u ayolni nikohlab olmagani afzal. Bir kishining qizini namoz o'qimaydigan rafiziyga nikohlab berishi joiz emas. Qachoniki uni ahli sunnat va besh namoz o'qiydi deb o'ylab qizini uningga bergan bo'lsa, keyin uning binamoz rafiziy ekanligi ayon bo'lsa yoki rafiziylikqa qaytib namozni tashlasa, ular nikohni amaldan qoldirdi deb fatvo bergan. Imom Ibn Taymiyaning Shia ayolni nikohlab erishdiki va nikohning to'g'ri bo'lganligidagi javobi aniq bo'lib, uningdan Imom Ibn Taymiya bu masalada ularning kafir deyilmaydigan bir qismiga musulmonga o'xshash, kafir deyiladigan bir qismiga ahli kitob muomalasi qilgandek ko'rinadi. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 3-tom.